Hammaga assalomu alaykum. Bugun U-Tower majmuasida bitgan xonadonimizni birgalikda Shohrud akam bilan obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohrud akam to'rlarda ozgina qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Shohrud akam umniy dom, ya'ni aqlli uy tizimi bo'yicha mutaxassislar. Tayyor bo'lgan obyektni qolganini ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Kiraveramiz. Alisa. Ya doma. Gap yo'q aka. Remontlar ham вообще zo'r chiqdi. Shohrud aka endi bitta obzor qilinsa, obzor qilib bersangiz, xo'p, necha foiz umniy dom qilingan va qanaqa funksiyalari bor bu umniy domimizda? Bu umniy domimiz avvalo U-Towerda majmuasida joylashgan, tepa qavatida joylashgan. Ko'rinadigan bu fasadlari ham juda chiroyli. 2 xonali, bu yerda zalimiz studiya sifatida ishlab chiqilgan va o'ng qo'lli bitta spalni bor, bitta sanusilar bor. 100% umniy dom qilganmiz. Hamma narsasi avtomatizatsiyaga o'tgan. Голосовое управление deb bo'ladi bu. Mana bu yerga kelsangiz, hozir men ko'rsataman. Alisa, включи кухню. Xonalarimiz bo'lingan. Ya'ni 3 taga bo'lganmiz. Bu xonamizni studiya bo'lganligi uchun mana yerdan bu yog'ini kuxnyaga bo'lganmiz. Что mana bu yerda o'tirganingizda sizga xalaqit bermasligi uchun освещенияsi, kim bu yerda bo'ladigan narsalarni xalaqit qilmasligi uchun faqat shuni o'zini zvukoyni ham yoqib o'chiradigan qilganmiz. Oddiy включательni ham yoqib o'chirasiz. Misol uchun shunaqa zo'r narsalar qilingan. Bunaqa narsalar oynali qilib chiqarilgan. Aka, mana bu narsaga ko'zim tushdi. Bu nima narsa bu? Buni to'liq gapiradigan bo'lsak, bu bizani 10 dyumli monitorimiz, umniy domni butun boshqaruv upravleniyasi ham bo'ladi. Konsul deyiladi bizda, bu upravleniya konsuli bo'ladi. Bunga o'rnatgan narsalarimiz juda qiziq bo'lgan. Ya'ni mana shu holatda o'zida ish jarayonida ham bu yerda o'zida mana kirsangiz, mana qurilmalar ro'yxati bor. Qurilmalar ro'yxati nimalar borligini ko'rsatadi. Mana misol uchun kuxnya ham bor, termoregulatorlar, shtorlarni ham shunga ulab qo'yganmiz. Zanaveslar, hamma narsalarimiz mana shunga ulangan. Bundan tashqari bu kolonka ham ko'taradi. Ya'ni xonalarga akustika ham yig'ilgan. To'g'ri, akustik sistemasi ham bor. Akustikaga kirib turib, misol uchun YouTubedan nimadir ko'rmoqchisiz. Shundoq kirasiz. Bu Wi-Fi sistema ishlaydi. Provodnoy simli ham bor, Ethernet porti ham bo'ladi, Wi-Fi da ham ishlaydi. Ulab olasiz, kirasiz, qo'yib qo'yasiz, o'zida regrovkasi bor. Ovozini baland-past qo'yib, sura eshitgisi keladimi, yo ashula eshitgisi keladimi, nima bo'lsa qo'yib beradi. Bundan baland-past qilib ishingizni ishlataverasiz. Boqqaningizda mana o'zida gromkistlari ko'tariladi, tushadi. Kolonkalar qo'yib qo'ying. Lekin bu shunaqa darajada kolonka qo'yilgan, desibellari juda katta emas, gerslari. Sababi kvartirani umumiy maydoni kichkina bo'lganligi uchun buni balandlashtirsangiz zarar sizning boshingizni ortib qo'yadi. Ya'ni mo'tadil insonga yoqadigan. Shunaqa hisobda yig'ilsa, o'sha ertasi joningizga ham tegmaydi. Qilgan ishlaringiz sizga yoqimli bo'lgani yaxshiroq. Lekin agar joningizga tepadan qo'rsangiz, bir haftada boshingiz og'rib, o'sha yoqmay qolishi mumkin. Gapli. Aka, o'shanda shtorkalar ham umniy dom tizimiga tizimlashtirilgan, to'g'rimi? Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, pardalarimiz avtomatlashtirilgan. Avtomatlashtirilgan. Ya'ni buni zo'r joylari bor, qarang. Ssenariylarni ichiga ham tiqqanmiz. Ketayotgan paytingizda, mana uydan chiqib ketyapsiz, shoshib ketyapsiz, misol uchun. Kelib pardani yopib o'tirmaysiz. Avtomatizatsiyasiz men ketyapman desangiz, o'zi avtomatik ssenariyning ichida parda yopiladi. Bu katta vidda, bu 6 metrlik joyi, hozir uzun zanaves qilib, shtor qilib yopganmiz, yopiladi. Birinchisi. Ikkinchisi, bu o'zini pulti bo'ladi. O'zini pultida ham boshqarasiz, bundan ham yopib ochish imkoniyatlaringiz bor. Bundan tashqari Alisadan boshqarasiz. Alisa, открой шторы. Mana aka. Vid nima deyapti? Vid aka, vidga necha? Vid просто bomba. Shunda Toshkent ko'rinib turar ekan. Zo'r. Toshkent City, bu yoqda Humo Arena. Aka. Hamma narsa Yunusobod, Telebashni, Paxtakor, Lokomotiv Park hammasi ko'rinadi. Buni ayniqsa men yoqqan tomoni yomg'irli kunli bo'ldi-ku. Biz o'sha paytda ham endi ustachilik bo'lgandan keyin balki kelib ishdingiz-ku. Qor yog'ganda shunaqa zo'r ko'rinar ekan, tog'li ko'rinadi deb o'tdi. Hozir tog' tog' ko'rinadi. Endi shunaqa vitganni uyingizni umniy qilib qo'ysangiz, komfort yana ham kuchayadi. Plus relaks. Relaks uga gap. Ishdan kelganda kofeni damlab, juda o'tadi, zo'r o'tadi.
Yoki chiroyli to'g'risida ham ozgina informatsiya berib ketsangiz, necha xil положениеda yoqib o'chirsa bo'ladi, qatlarni yoqib, qatlarni o'chirsa bo'ladi, shu to'g'risida ham. Qarang, bizda yana qiziq narsalar bor. Chiroqdan oldin televizorimiz pulti boshqaruvi deylik, ovozliga, ya'ni zvukoy, голосовойga o'tgan. Bundan tashqari konditsionerimiz ham o'tgan. Konditsioner. Ikkalovini ham ovozlikda boshqarsak bo'ladi. Mana misol uchun hozir konditsioner aytamiz. Alisa, выключи кондиционер. Shunaqa deganimizda mana hozir konditsioner yo'q-ku, avtomatik konditsionerni o'chirdi. Konditsionerni o'chira olasiz, uni yoqa olasiz, graduslarni o'zgartirasiz. Graduslardan tashqari keyin issiqqa, sovuqqa hamma narsasiga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana hozir Alisada gaplashyapmiz. Mana misol uchun kechki payt yana qiziq holati bor. Mana bu o'tiribsiz, oldingizda o'g'lingiz yo'q, qizingiz uxlayapti. Alisa yopib o'chir demaysiz. Telefoningizni olasiz. Qulay. Shunday telefoningizda mana televizor hozir ko'rsatamiz. Mana televizor shunday yoqamiz. Televizor yonib turibdi deb. Gap yo'q ekan. Pult qidirib yurmaysiz, lekin hozirgi kunda bizda eng qiziq holat dedingmi? Mana qayerga borsak ham telefonimiz oldimizda. Shunaqa. To'g'risi, pult oldimizda bo'lmasligi mumkin. Boshqa narsa bor, lekin telefonimiz oldimizda. Bu qaytanga odamlarni yana ham dangasa qiladigan. Yo'q, dangasa qilmaydi. Men shu narsaga qo'shilmayman. Dangasa qilmaydi. Bu aka qulaylik. O'zi ko'ryapsiz, hozir zamon tezlashib ketgan. 24 soat odamlarga yetmayapti. Sabab kechasi ham masjiddan qarasangiz, mana masjid harakatga qarasangiz, kechqurun ham harakat ko'p. Vaqt yetmasligi sabab. O'sha vaqtni qaysidir ma'noda tejash uchun ishlatiladigan narsalar deb o'ylayman men. Keyin yana ikkinchi tomoni bor. Buni ko'pchilik qimmat bo'lmaydi deydi. Naborot, bu pulingizni tejaydi. Ya'ni o'zingizga komfortingiz uchun pul tikib olsangiz, ham pulingiz yoningizga qoladi. To'g'ri aytasiz. Pulingiz yoningizga qoladi. Sababi ko'chada yurganingizda ham qaysi освещениялар yoqib ketib qolganini telefoningizdan ko'rib turasiz-ku. Telefoningizdan bemalol o'chiraverasiz keyin. Bekordan bekor mana bu yerda sizning pullaringiz yoqib yotmaydi. Buni yana qiziq joylari bor lekin. Yuring aka. Ko'ringlar uni, keling. Mana bu bizda koridor hisoblanadi. Bu qismimizga mana poliga palov ataplini mana elektrik qilib termoregulator ham qo'yganmiz. Bu termoregulator bor-ku, bunda ham ishlayveradi. Keyin Alisada ham ishlayveradi. Yana telefonni ham boshqarsangiz bo'ladi. Mana telefondan o'chirib, bundan o'chadi. Telefondan yoqasiz, ovozlarni baland-past qilasiz. Mana bu yoqdagilarni ham ketadi. Mana bu yoqqa yuramiz. Xuddi tilda qilib aytganda bu klimat kontrol, to'g'rimi? Bizani. Yo'q, klimat kontrol deyolmaymiz. Bu polliki bo'lganligi uchun palov ataplinaniki. Polli issiqligiga javob beradi. Bu sovuq isitmaydi-da. Agar klimat bo'lganda u sovuqni ham hisobga olgan bo'lardi. Bu faqat polliki bo'lgani uchun bu issiqligiga javob beradi. Yana bir narsa, любой умный dom qilingan paytda Wi-Fi routerini, ya'ni patolochnisini qo'yish kerak. Bir vaqtda qurilmalar ko'p bo'lgandan keyin uni ko'tarish kerak. Uy egasi ham Wi-Fi da o'tiradi. Unga ham katta skorosti yaxshi Wi-Fi kerak. Davom etamiz bu yoqqa. Xo'p, bu yoqda yurib kelganimizda bizda yana hozir mana bu yerda ham xonamiz bor, mana bu yerda ham anaqamiz bor. Termoregulatorimiz bor, bu yerda sanuzilimiz bor. Sanuzilli narsalarni ham har ehtimolga qarshi biz o'tkazib qo'yganmiz. Umniy dom tizimi. O'tkazib qo'yganmiz. Mana hozir bu ruchnoy ham yonaveradi. Ruchnoy ham ishlataverasiz. Keyin buni hamma narsasini telefondan ham boshqarib o'chiraverasiz. Eng qizig'i menga yoqadigani bu uyda spalnik. Spalnik juda bir boshqacha bo'lgan. Alisa, kevring. Включи спальню. Spalnikni yo'q deganimizda spalnikni yoqadi. Eng zo'r joyini ayting, mana bu yerda usta akalarimiz bu uy qurgan prorablar juda mehr berishganda. Mana shu eshikni shunday kelasiz. Shunday ochasiz. Ochishingiz bilan yonib ketadi. Joningdek bo'ladigan mana shu aka, mana qarang. Bitta olib ber mana shuni, men sizga qilishsan. Bu встроенный shkaf aynan eshikni ochishi bilan sveti yonyapti. Shunaqa. Gap yo'q. Bunga rosa mehr berilgan aka, lekin men ko'zim bilan ko'rganman. Mana shu uyga qurgan prorab akalarimiz, shu uyga hammasiga mehr bergan hamma odamlar donalab harakat qilishgan, ranglarni boshqalarni. Bu yerda ham patolochli kolonkalarimiz bor. Ya'ni bu umumiymi yoki betga alohidami? Ya'ni alohida qilinadigan bo'lgan. Alohida bo'ladi. Bu oyga ko'rgan konsulimiz, boshqaruv konsulimiz musiqani ikkiga bo'la oladi. Ya'ni spalnikini pastroq qilib, u yoqda o'tirganligini balandroq qilib qo'yadi. Mana shunaqa xususiyatimiz bor. Bu yoqda keyin televizorimiz ham bor. Bu yoqda mana zanaves bor. Alisa
Открой занавес. Och deganingizda mana ochib beradi. Konditsioner qo'yganmiz, bu ham Alisada ishlaydi. Chelik deganimizda, yotgan joyingizda mana chelik ham yonaveradi. Lekin u yana qiziq tomoni bu telefonni ham misol uchun boshqarsa bo'ladi. Mana spalniga kirasiz, hamma narsangiz bor, zanavesingiz, kondioringiz. Donalar ham o'chadi. Men shuni boy aytmadim. Katta katta to'rka. Hamma narsa sifatli. Men o'chirdim, men o'zim o'chirdim. Sifatga harakat qilishgan, chunki sifatli qilsangiz u obyektingiz katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, lekin sifat bilan qilsangiz maza qilasiz. Ko'proq yilga ham xizmat qiladi. Ha, bu endi birinchi navbatda yili qancha yaxshi bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, yili ko'p bo'ladi. Konditsionerimiz ham o'rnatganmiz. Alisa включи кондер. Keyin yana bir ish qilganmiz. Pullarni tejash maqsadida bilmaydi, qanaqa aytsam ekan. Ko'p расход qilmaslik yo'lini qilganmiz. Ya'ni Alisa kolonkalarni bunaqa kichkina byudjetniy versiyalari bor. Kichkina byudjetniy versiyalari bor. Misol uchun bu anondan 5-6 barobar arzonroq turadi. Kichkina xonalarga buni qo'ysa ham bo'ladi. O'shanda umumiy aql yo'qotganingizda summangiz ham juda bir katta bo'lib ketmaydi. Pulni ham to'g'ri ishlatgan yaxshi. Baribir balans degan narsa bor-ku, o'rta. O'shani olgan yaxshiroq. Biz shunaqa deb o'ylaymiz, lekin klient nima desa shuni qilib beramiz asosan. Tag'in men hozir o'zimning narsamni aytib noto'g'ri qoldi. No, klientga aytamiz, "Aka yoki uka yoki opajon, mana bunaqa yo'llari bor. Bundan qo'yib bunaqa qilsangiz, puli mana bunaqa desak, ular bitta o'ylab chiqib, mana to'g'ri aytyapsiz, nima bunaqa qilsak bo'ladi" deydi. Biz keyin mana buni qilinglar deb anaqa qilishadi, biz o'shanga qarab qilib beramiz. Bir xillarda kichkina, bir xillarda katta. Keyin men ajoyib narsalar qilishgan, menga yoqqan, men bitta adden ham bunaqa narsalar bor. Buniki bu yoqdan yonadi. Keyin men bitta kichkina anaqa nima deydi buni? Birasimi? Jurnallik deyilardi. Biz oldingi narsalarimiz, o'shaqa narsalar ham bor, addenli. Buni Alisaga o'tkazmaganmiz, bu kerak emas dedilar. Lekin men bularni hammasini Alisaga o'tkazib qo'yganmiz. Mana bizda donalar ham yoqib o'chirsa bo'ladi. Mana misol uchun buni bosamiz, bu ketdi, mana o'chdi, yoqdi. Lentani yoqib qo'yganmiz, mana lenta o'chadi. Ana bir nima deydi, maza qilib ishlatadigan joylari bo'ladi. Kichkina joy bo'ladi. No kirganingizda hamma turgan narsalaringizni aytganingizda qilib turadi. Eng zo'r fishkalarimizdan biri, mana hozir ketyapmiz, uydan chiqib ketyapsiz. Bitta so'z bilan pardalar, televizor, konditsioner, освещение o'chadi. Hammani o'chirishi shart emas. Alisa, я ухожу. Ketdi aka. Gap yo'q.